Do'stlar, hammaga xayrli kech. Bizda produktlarimiz soni 40 xilga yetdi. Bu yerda yo'q produktlar xarajlikda turibdi, ya'ni chuchvara, tovuq go'shti, 3 kilodan qo'y go'shti va sariyog'. 100 ta xonadonga 100 ta korobka qilmoqchi edik, katta korobkamizdan qolmagan ekan, 200 ta kichkina korobka bo'ladigan bo'lyapti. Bizda yana 10 xil produktlar yo'q, do'stlar. Kamiga mana bunaqa makaronlarimizdan bizda hozir 10 qop bor. Bizga yana 90 qop kerak. Bir qopi 95 ming so'm. Makaronga xohlasangiz hissa qo'shing. Noni yo'q, xohlasangiz noniga hissa qo'shing. Mevasi yo'q, xohlasangiz mevasiga hissa qo'shing. Asali yo'q, xohlasangiz asaliga hissa qo'shing. Biz hayitga xudo xolasa shuni atab bermoqchimiz. 1 yo 2 kunda ertaga bermoqchi ulgura olmadik. Chunki ozgina produktimiz soni kamroq, ya'ni 10 xil narsa qo'shdik, yorug' 100 bilan tarqatamiz. Shu 4-5 xil narsaga hissa qo'shmoqchi bo'lsangiz, kartani qo'shib